Yo, what's up nigger? Bo'ldi obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha hacker va obunachilar ko'rib turganingizdek bu yerda qanaqadir chiroyli joylar va obunachilar. Bugun nima qilamiz deysizlarmi? Albatta unga hech qanaqa emas. Prosta mana shu quyoshga qarab o'tiraveramiz. Yo, what the fuck? Okay, bolalar. Bugungi qilayotgan ishimiz faqatgina sizlar mazza qilib dam olishinglar uchun vijvaniya bo'ladi, bolalar obunachilar. Sizlar bu tabiatni ko'rib rohatlanishinglar kerak, bolalar. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli tabiat. Albatta buni hammasi sizlar uchun. Va hozir oldinglarga yeyishga narsalar olib olinglar. Okay, men survival rejimiga o'tib oldim. Endi daraxt chopishni boshlaymiz. Xo'p, bolalar obunachilar, biz vijvaniyada biz nima qilamiz deysizlar? Albatta, bugun biz o'zimizga baza qurishga yaxshiroq joy topib boshlanamiz va obunachilar, albatta mazza tomosha qilishinglar uchun dahshat, what the fuck, dahshat momentlar qilamiz bugungi videoda. Aynan men mana uni ham tayyorlab bor ekan bitta daraxt. Okay, obunachilar, bu tabiatni ko'rib wow deysizlar. Wow, necha buni olish kerak ekan. Okay. Wow, juda boshqacha ekan. Wow, juda boshqacha. Let's go. Birinchi o'rinda bizga tapor kerak. Tapor emas, kirka kerak demoqchi edim. Chunki kirka bilan birinchi o'rinda bizga tosh topishimiz kerak. Ana bu yerda esa tosh bor. Menimcha, okay, bor ekan mana. 1, 2, 8. Okay. Xo'p, obunachilar, endi bizga toshlik kirka qilib olamiz. Xo'p, toshlik kirkamiz tayyor. Endi esa menga umuman kerak emas-a? Wow, qiziqaman-da. Sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying. Realistik Minecraft. Xo'p, obunachilar, biz tezroq rivojlanib, o'zimizga baza qurishimiz kerak yoki biron joyda tunab qolishimiz uchun nimadir qurishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda nimalar bor bilmayman. Oddiygina vijvaniya bo'lmasligi ham mumkin, lekin mazza qilib o'ynashimiz kerak. Albatta, sizlar ham oldinglar nimadir olib kela olinglarmi? Wow, ko'ringlarmi? Urishni qaranglar. Toq. To'xtanglar. Bizda mana bu rejim ham bor. Chala. Meni tayim bor, tayim. Toq. Lekin bu rejim menga uncha yoqmaydi. Shuning uchun oddiygina qo'lam zo'r. Obunachilar, bizda menimcha yetarlicha tosh yo'q. Shuning uchun yana ozgina olib ketay. Okay. Bizda, qarochi bolalar, bizning ko'rib turganingizda suv ichishimiz ham bor ekan, bolalar. Bizdan suv sashimiz ham bor ekan. Bu obunachilar, bizga juda anchagina rivojlanishimiz kerak. Wow, mana bu kroshbarim qarang. Bitta tapor yasab olamiz, taporimiz tayyor. Va bitta pechka yasab qo'yaman bunisiga. Endi bu yerdan ketsak bo'ladi. Obunachilar, bizga birinchi o'rinda qum kerak. Chunki bizga suv ham ichishimiz kerak. Chunki qum nimaga kerak? Bizga butilka yasashimiz kerak. What the fuck? What? Eshitdinglarmi? Ne o'lib qoladi? Birachki shoshma. Men urushi bu animatsiya yo'qmaydi bu menga. 2 soat uradi. Xo'p, sen ham shunaqa ovoz chiqarasan? Dahshat. Qani go. Dahshat. Mana bu yerda qishloq bor. Let's fucking go. Okay. Meni urush yo'qmadi. Demak, biz o'zimizga qilich yasab olishimiz kerak. Wow, bu tabiatni qaranglar. Tuplyorgilar keladi ustiga. Necha. Obunachilar, bizga ozgina daraxtlar ham kerak. Ko'proq daraxtlar kerak. Ozgina daraxtlar olib ketamiz. Ovozlarni eshityapsizlar. Hamma daraxtlar cho'pilishini. Asmiri bu. Nima sansiz? Yo, bolalar. Wow, mana bu yerda bitta uy bor, bolalar. Bu o'zi shitlarning uymikan yoki dushmanlarnimi bilmaymiz. Uch kech bo'lyaptimi? Shayli. Bu dushmanlar uyi emasmi? Bu dushmanlar uyi bolalar. Itlar. Kimning uyi bu? Kim bu? Oddiy jitilmisan? Bu yerda surish kerak. Basharanglar yo'g'im. Qaytdi bunaqa nima deydi? Chaqirilmagan mehmonlar donlik yemayman. Bu pastda nimalar bo'lyapti? Suzishlar chotki-yu. Mana bular qaranglar, sharsharalar. Ana bu yerda ham qanaqadir joylar bor. Demak, u yerlar ham yomonlarning bazasi bolalar. Shuning uchun biz o'zimizga yaxshiroq joy topishimiz kerak. Ya'ni qanaqa? Biz qishloq topishimiz kerak. Oddiy odamlar yashayotgan qishloq. Yo, nima bayram bo'ldimi? Mensiz bayram qilyapti ular. Men bayram bo'lyapti. Yo'q joyda. Necha? Ne o'zimiz bayramlab ketayotgan meni o'g'limga. Ko'p bo'ldi. Mana bu yerga asta qaraymiz, chunki bu yerda somonlar bor. Bu ovqat degani. Bu yomonlarning zonasimikan? Sal teparoqdan qaraymiz. Yomonlarning zonasi ekan. Pratishkalar bilan hazillashmaslik kerak lekin. Mana bu yerdan ozgina ko'mir olib ketaman men. Ko'mir bor ekan bu yerda. Yaxshi. Qadr dahshat joylar-yu. Let's go. Ko'mirlar juda ko'p ekan bu yerda. Yaxshi. Qarochi bola, bu yerdan biz 20 tagina ko'mir olib ketamiz. Boshqa kerak emas bizga. Shit, bola, aks sadosini eshityapsizlar? Men jim eshitdinglar? What the fuck?
Okey. Bolalar bizda ro'prosa 30 ta ko'mir bor. Endi bizga qolgan ko'mirlar kerak emas. Bizga yetadi. 31 ta bo'ldi. Obunachilar. Короче, endi bizga qumli joy kerak. Ya'ni daryo kerak. Daryoni oldi kerak. Ya'ni wow, qumli degan bu yerda sahro chiqib kelarmish-da. Короче, bolalar biz qumlardan butilka yasaymiz. Va butilka bilan suv ichsak bo'ladi. Menimcha, u suvimiz ham tugayapti. Yo bismillah. Wow, mana bu yomon baliq emasmi? Og'zi ochiq turibdi flosda. Asta chiqib olamiz. Obunachilar bu yerlarda qanaqadir joylar bor. Sohil. Wow! Bular kiymalar bor ekan bu yerda. Wow, what the fuck? Bu manzarani qaranglar. Uladi-ku odam. Kimsan sen? Bizga ozgina qumlar kerak. Ush kech bo'lyapti bola. Biz yotoqxona topishimiz kerak. Ya'ni biz hozir mana bu kiymaga boramiz. Menimcha yomonlarning kiymasi bo'lsa ham biz ozgina o'g'irlik qilishimiz kerak. Ya'ni yotoqxona o'g'irlashimiz kerak. Biz menimcha bugun kech bo'lishdan oldin qo'y topa olmaymiz. Shuning uchun biz o'g'irlashimiz kerak qo'yni. Xo'p, obunachilar hozir biz birinchi o'rinda qumlarni qizdirib olishimiz kerak. Chunki bizga suv kerak va ovqat moqchi mana bu yer nima sayozlikmi? Ush kech bo'lyapti. Ana bu yerda qo'y ko'rgandek bo'ldim. Qo'y puyu. Okey, yoniga verstak va bu manzarani bitta qaranglar. Yana bitta. Let's go. Okey. Xo'p, endi biz bitta butilka solamiz, bolalar. Okey, butilkamiz tayyor va mana bu yerdan suv olishimiz mumkin. Let's go. Bu menimcha zaharli. Meni ichmaslik kerak. Bu hozir daryoning suvini ichmaslik kerak. Chunki o'zkuzib qo'ygan zaharli-da. Endi buni bola qizdirib olishimiz kerak biz. Mana bu suvlarni. Okey. Go. Bu qanaqa qiziydi bo'lmasa? Stop, no. Buni qanaqa qizdamiz? What the fuck, bro? Bu qizish kerak mana bu suv. Buni shu turishiga ichib bo'lmaydi buni. Wow. Bu quyosh botishi chiroyli, lekin bu yomonlik belgisi. Zombilar chiqa olsa, mana nima bo'lmayapti? Men ichamanmi men buni? Mana aytdim-ku. Aytdim sizlarga. Zaharli suv bu. Qanaqa qizdaman men buni? O'sha kech bo'ldi. Buni qilib ko'raylikchi bolalar. Biz mana buni hozir buzib turamiz, ha. Menimcha shunaqa qilgan yaxshi. Bu ham g'oya-yu. Mana bunaqa qilamiz, ha. Bu va bizda yangi pechka chiqadi. Ya'ni bu boshqacha pechka. Xo'p, ko'raylikchi bunda qizirganmi suvlarimiz. Okay? What the fuck? Nima ya? Qanaqa qizdamiz bo'lmasam suvlarimiz? Ismi keldi suvni qizitish. Suvni qizitish ismi keldi. Okey bo'ldi. Qaranglar. O'rganinglar-da, sizlar ham mana shunaqa vaziyatga tushib qolmasliginglar uchun bu sizlarga namuna bo'lsin meni qilayotgan ishim. Okey, mana buni olamiz va buni mana bu yerga qo'yamiz va mana buni ichidan suvni olib, buni oldiga qo'yamiz. Mana sizlarga suvni isitish rejimi. Obunachilar, esingizda chiqmasin. Buni hacker qilgan deb eslab qolinglar. Hacker akam o'rgatgan deysizlar-da. Bu bizda tez yurish ham bor ekan, ya'ni R tugmasi bilan biz tez yurishimiz ham mumkin. Ko'ryapsizlar? Bularni ham qo'yib qo'yamiz oldiga. Obunachilar, endi biz suvni isitishni ham bilib oldik. Ya'ni esimizga keldi. Va endi obunachilar mana buni bekor qilib qo'ydimda. Mana nima edi? Ravdaska. Qo'yanki o'rdaklarda ovqati bu yaxshi. Obunachilar kech bo'ldi. Hozircha men zombi ko'rmayapman. Zombi yo'q. Yaxshilik davlatimi? Lekin zombi chiqish kerak deb yozilgan bunda. Böyle ovqatlar yuramiz. Biz necha bu yaxshilikka ham bo'lishi mumkin. Yoki birinchi kun bizlarga xalaqit bermayapti birinchi kunimizga. Biz ovqatlarni bo'ldik yaxshigina. Bularni buzib tashlaymiz. Suvimiz bo'ldi bittasi. Qanaqa bu nima bu? Buni yana qizish kerak. Ya bu ichityapti endi. Da. Bittagina ko'paytirib edi. Nimaga bittagina? Biz qiynalib qolamiz u. What the fuck? Boshqacha qizitish yo'li yo'qmi buni? Bizda qum bor bolalar. Mana bu endi qumni qizdirmaydi floss. Nito qilib qo'yganman buni. Mana qizdirmaydi. Bu faqat ovqat uchun bolalar. Xo'p, shuning uchun biza yana bitta pechka yasashimiz uchun toshimiz ham yetarli emas. Biz tupikka kirib qoldik. What? Tezlashib suvda cholamizda hali yo'lga boraman men. O'g'rilarning joyimi yoki qaroqchilarning joyimi men umuman farqi yo'q. Let's fucking go. Ichamiz. 3 ta butilkani bitta icha olasizlarmi? Bitta o'ttirishga. What the fuck? Shuncha ham ochko'z bo'ladimi? Xo'p, ketaylik endi mana bumizda. Xo'p, ketmaydi-ku. Narsalar tushar baribir. Okey, bittagina ko'mir tushdi. Go, biz endi ana u qaroqchilar bazasiga boramiz. O'zimizga bitta fakil qilib olaylik. Let's go. Fakilimiz tayyor. Zombilar paydo bo'lishni boshladi bolalar. Wow, nimadir kiyib olgan zombi. Creeper. Nice. What the fuck? PUBG o'yiniga qiziqasizmi yoki shunchaki PUBG videolarini ko'rgingiz keladimi? Bolalar, men sizlar uchun shunaqa bitta zo'r kanalni tavsiya bermoqchiman. Qara, birdaniga o'tkazib o'rgis keladi bu negirda. Bitta shu komment va opsiyanadagi kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yish qiyinmi? Oson ish-ku. Va kanalda bir-birdan qiziq videolar chiqadi. Kanal silkasi opsiyanada va kommentda bo'ladi. Albatta kanaldagi любой bitta videoning kommentida hackerning obunachilari aqlli va farosatli deb yozib qoldiring. Endi esa videoga go. What the fuck? Bola pasta. Jitel. Nice. Sen o'lmay bratchki. Bola senga yordam berolmayman. O'zimga yordam kerak hozir. Pasta sharklar bor ekan. Endi shark o'zbekchasi nima deyiladi bilmayman. Tezlash. Go. Chiq. Let's fucking go. Mana buni qaranglar bola. What the fuck? Nima bor?
Kichik bola yo'q, kichik bola yo'q, kichik bola yo'q. Qurumsoqlar nimadir sop qo'ymaydi ham. Yeyilayotgan narsa. Bu zombi go'shti-ku bu. Kerak emas. O baliqlar kerak. O baliqlar yana qovurilmagan baliqlar kerak emas. O baliqlar. Mana bu to'rttasi qovurilgan ekan, yaxshi. Buning ichida ham kerak emas narsalar. Bro, kerak emas. Ko'p bo'la endi biz birinchi o'rinda mana bu Bratishkalar? Nima gap? Bu yomonlar bazasi ekan. Buchi. Davay bo'ldi, biz mana bu katta kiymaga bosqinlik qilamiz, ya'ni o'g'irlik qilamiz. Mana bu yomonlar bazasi ekan. Ko'rib turibsizlar, mana turishini qaranglar, frostlar. Mo'ljallab turibdi. Ozgina yaqinlashsa uraman deb. Let's go. Bo'ldi, o'g'irlik rejimini ishga tushiramiz, bo'ldi. Bu katta kiyma ham qaroqchilarniki bo'lishi mumkin. Let's go. Okay. Asa chiqib olamiz. Zombimi? What the fuck? Spawn. Bo'ldi, spawnlar buzish kerak tezroq. Buzmas. O'limmi. Quldagi qaranglar. Okay, biz yana boshdan boshladik. What the fuck? Bo'ldi, bu safar o'zimizga yaxshiroq joylar qilishimiz kerak bo'ldi. Har doim ham boshqa joylarga burus qilmasligimiz kerak. Bo'ldi, bu narsa bizga birinchi o'rinda qo'y topishimiz kerak. Qilashimiz uchun, ertalab bo'lish uchun. Bu narsalar bu yaxshi vijivani. Prosta men o'ynolmadim, tushunmadim. Turishim qaranglar. What the fuck? Voy bu asalligi. Voy bu shirin shakar asalchaligini. Voy qochmaganini bu asalchani. Okay bo'ldi. Endi biz birinchi o'rinda bu tomonga emas, bu tomonga boramiz. Chunki bu tomonga bormadik biz boya. Endi omonatchilar aql bilan ish tutib o'ynaymiz. Har doim har xil joylarga boravermaymiz o'zimizdan o'zimiz. Chunki bu yangi dunyo. Bizlar bilmagan sirlar juda ko'p bo'lishi mumkin bu yerlarda. Bu yer katta. Wow, bu yerlarning chiroyliligini. What the fuck? Wow. Bu yerda ko'mirlar bor, yaxshi. Bersaga solaman. Let's go. Bitta kirka. Endi 6 ta tosh qaziymiz. 1, 2, 3, 358, 359, 513, 516. Go. Bizda 7 ta ketdi. Sanoqdan adashib ketdim. Okay. Bitta kirka, bitta tapor. Let's go. Bu endi bizga kerak emas. Endi ko'proq biza ko'mir olib ketishimiz kerak. Biz yana boshdan boshladik. O'zimizga ba'zacha qurol olishimiz kerak. Bo'ldi. Bu hozir bo'lmaykan deb chiqib ketmaylar. Asam tegmaylar. Chunki biz hali dahshat joylarga borishimiz kerak. Yo'rishim ko'ryapsizlarmi? Sizlar deya mashina chiqib ketsanglar, yo'rtdaylar. Shuning uchun chiqib ketmaylar. Meni haqiqiy obunachilarim oxirigacha ko'rardi. To'g'risini aytsam, bolalar suvsash mod juda qiyin ekan. Har bitta suv ichsak, uni qizdirsak ham ichsak bittagina to'ldiryapti. Shuning uchun men suv modini olib tashlashga qaror qildim. Lekin hali olib tashlamadim-ku. Endi olib tashlayman. Okay, bolalar. Endi biz suvsizlikdan qiynalmaymiz. Chunki endi bizda suv yo'q. Endi biz bemalol jivaniya qilaversak bo'ladi. Hech nimadan qo'rqmasdan. Go bolalar, endi biz bu yerda ketamiz. Bizda ko'mirlar bor 6 ta. Ana bu ko'mirlar kerak emas. Keyinchalik topib endi biz o'zimizga yashash uchun ba'zi topishimiz kerak. Qanaqadir qishloqlar topishimiz kerak bolalar. Biz hali bu yerda ko'rmagan narsalarimiz juda ko'p. Mana bunga o'xshagan. Yurishini qaranglar, buni bitta yur. Qaranglar. Kallachasi qimillab yurar ekan. Biz o'zimizga bitta qilich yasab olamiz bolalar. Qilich yaxshiroq bu tapordan ko'ra. Okay. Bashtiraylar o'g'im, sizlar meni ovqatim bo'lasizlar endi. Okay. Bu animatsiyani o'chirib qo'ysa bo'lmas ekanmi? Asab, necha endi o'ynaveramiz a? Boriga shukr qilib. Xo'p. Qo'rqitmaylar odam bu yerda nima bor? Qo'rq ham yo'q ekan. Bizga endi ko'proq daraxtlar kerak bolalar. Oh shit, buncha qotyapti. Shaderni o'zgartirish vaqti keldi. Xo'p, bu qotmas ekan, lekin puxdan battar shader-ku bu. Okay. Oh. Wow, bu ham qotyapti meni ko'zimcha. Ham xunuk ekan bu. Ham xunuk, ham qotyapti. What the fuck? Okay, buchi. Da bunda qotish yo'q. Yaxshi, lekin boyaniki bilan bir xil ekan. Lekin qotmayapti. Bo'la qotmayotgan xunukroq yaxshimi yoki qotayotgan zo'rrog'imi? Qotmayotgan xunukroq. Okay, mana shunga o'ynaveramiz. Daraxtni chop, garang bu bilan. Bo'la bu narsani endi biz o'zimizga yaxshiroq bazali joy topishimiz kerak. Bu shader xunuk emas bo'la. Hozircha havo yaxshi emas. Havo yaxshi emasligi uchun xunuk ko'rinyapti bizlar ko'zimizga. Chunki qaranglar, time set 0 qilsa, qaranglar buni grafikasini. What the Qochma. Okay, ovqatimiz tayyor. Mana bu animatsiya joy topsak, ovqat yo'q. Mana bu temirni olib ketishimiz kerak biza. Hop. Qansan. Ha, mana. Okay. Let's go. Timir, ikkinchi timir. Sen ham rahmat. Burada katta qanaqadir qasr bu, Xitoylar qasri. Japan. Buni ham qo'ri. Stop, biza qalampir bu. Og'izni bir achishtiramiz. Ovqatimiz to'lgan ekan. Ungacha biz ham bola qo'shib turamiz. Hop. Ovqatni stik muncha chiroyli. Mana bulardan ikkita non chiqadi. Sen kerak emassan. Senam. Go bo'ldi, endi biz yangi sayohatlar sari olg'a. Let's fucking go. Men juda qiziqib ketyapman. Bu yerda yaxshilar bormi yo yomonlarmi? Hammasiga tupurgan holda baribir kirib ko'raman.